Mana shu uyni hozir ko'rsataman obunachilarga. 100% yoqadi. Men sizga aytaman. Faqat narxi yoqmayapti lekin menga necha pul deyapsiz? O'z bitta qolganda bu territoriya 95 deyapmiz. Yo'q. 95 hozir ko'pirtirib 95 deyishingizni qarang. Mana shu xonadonni 84 ming dollarga berib olmaymiz ham, keling. Beraveramiz. Beraveramizmi? Bo'ldi, beraveradigan bo'lsak, bitta tomosha qilaylik. Mana buni qaraylik, maşalloh. Juda chiroyli. 2 sutuga tushgan. Hovlisi ham katta bo'ladi. 2 sutuga tushgan xonadonimizni bu yerdan podvalga tushsak bo'ladi. Hop, kirganimizda xonadonga bitta koridor, katta koridor bo'ladi. Hop, chap tomonimizda kuxnasi ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli panoramli oynalar bilan qilib qo'yilgan. Hop, bu yerda zalimiz joylashgan panoramli oynalar bilan juda chiroyli. Hop, bu yerda общий sanuzelimiz bor, ko'rishingiz mumkin. Sanuzellar ham katta. Короче, joyi ayashmagan, katta qilishgan. Bu yerda spaniya o'zining sanuzeli, bu yerda xovalanib turadigan joy. Hop, bu yerda bitta xonamiz bor, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda xovalanib turadigan joylari bor. Hop, endi to'rimizda bitta detskiy, ikkita detskiy, общий ikkita xonamiz ham joylashgan bu yerda. Bu xonadonimizni общий 2 sutuga qurilgan, 4-5 xonadan iborat, plus oshxona, plus podval bo'ladi. Bu xonadonni kimga qiziq bo'lsa, mana shu pastga nomer telefon qilib, tez baraka qo'yishinglar bo'ladi. Akasi keladigan bo'lsa, Toshkent postidan 4 kilometr kirganda Pobedada joylashgan. Pobeda Olmazor ko'chasida kimga qiziq bo'lsa, mana shu pastga nomer telefon qilib, tez baraka qo'yamiz.